Urganch davlat pedagogika institutida O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi Xorazm viloyati bo'limi bilan hamkorlikda 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan jurnalistika va media sohasida faoliyat yuritayotgan tajribali mutaxassislar ishtirokida burch, jasorat, matonat shiori ostida 3 avlod uchrashuvi o'tkazildi. Uchrashuvda O'zbekiston jurnalistlari uyushmasi Xorazm viloyati bo'limi rahbari Dilbar Bekchonova, Xorazm haqiqati va Xorazmskaya pravda gazetalari birlashgan tahririyati bosh muharriri Soliyajon Rahimberganova, Xorazmskaya pravda gazetasining faxriy bosh muharriri Oyxonim Rahimbayevalar ishtirok etdilar. Uchrashuv davomida mehmonlar o'z kasbiy tajribalari, jurnalistikaning bugungi kundagi o'rni, sohada mas'uliyat va fidoyilikning ahamiyati haqida fikr bildirdilar. Shuningdek, yoshlarni vatanga sadoqat, burchga sodiqlik va jasorat ruhida tarbiyalash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi viloyat bo'limi va ushbu ta'lim muassasasi hamkorligida 9-may xotira va qadrlash kuni arafasida mana shu yerda hozirgina 3 avlod uchrashuvida ishtirok qildik. Mana shu uchrashuvda mana ustozimiz uzoq yillar Xorazmskaya pravda gazetasiga muharrirlik qilgan Oyxonim Rahimbayeva Matrasulovna, mana shogirdimiz mana Dilbarjon Bekchonova o'zini dastlabki faoliyatini Xorazm haqiqatida boshlab, mana bugungi kunda nafaqat viloyatimiz, respublikamizning eng yutuq jurnalist publisistlaridan biri bo'lib yetishgan shogirdimiz bilan hamda Istiqbol mana kanalining eng iste'dodli boshlovchilaridan, jurnalistlardan biri bo'lgan shogirdimiz Sevara Rahmagullayeva mana 3 avlod uchrashuvida shu yerda ishtirok qilib, o'zlarining mehnat, hayot yo'llaridagi tajribalaridan, kelgusidagi rejalari haqida so'zlab berib, mana shu talabalar uchun ham doimiy ravishda mahorat darslarini o'tkazishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Va men bir keksa avlod jurnalist sifatida mana shu O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi viloyat bo'limini mana shu joylarda mana shunday tadbirlar tashkil etilayotganligidan juda mamnunman va biz yoshimiz mana 70 ga borsam doimo bundan keyin faol oldingilar qatorida bo'lishga harakat qilamiz. Rahmat. Albatta, bu kabi uchrashuvlarning o'tkazilishi avlodlar aro muloqotni yo'lga qo'yish, o'tmish tajribasini kelajak intilishlari bilan birlashtirish va jamiyatda birdamlikni mustahkamlashga zamin yaratishi bilan ham ahamiyatlidir.